Yana shu qismoq rayoni. Qo'limdagi kitoblarni yutib olishni xohlaysizmi? Unda meni savollarimga to'g'ri javob bering va kitoblarning birini qo'lga kiriting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Yo'q. O'zbekcha gapirasiz-ku. Ha? Voy, unda boshlang. O'zbekcha emasman-da. Nima o'zbekmi? Zontik o'zbek tilida nima? Soyabon, Barakalla. Prichoskachi? soch turmak, Ofarin. Kopировать-chi? nusxa olish, Barakalla. Dokumentchi? hujjat, Barakalla. Akopchi? Ha? Akop. akop, Akop. nima u? Aqllisiz-ku, bilasiz-ku hamma narsani. Ayol. Voy. Stolbachi? Ustun. Nima stolba? Voy, o'zbek tilini juda ham yaxshi bilar ekansiz. Afsus, bolajon telekanalidan siz aytib olmadingiz. Assalomu alaykum, Orif tog'a. Va alaykum assalom, Rayonaxon. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz qalay? Yaxshi. Kayfiyatlari a'lomi? A'lo. Meni ham kayfiyatim a'lo, nima deysiz? O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Albatta yaxshi bilaman. Sizning o'zbek tilida nima? Soyabon, Barakalla. Prichoskachi? soch turmagi. Balli balli barakalla. Balli 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 kalla. kalla. Bilasizmi shu qo'shiqni? Bilaman. Siz ham ballisizda? Rahmat. Kopировать-chi? Nusxa olish. Shunaqami? Ofarin. Dokumentchi? Dokument. Ha, hujjat. Akopchi? Handak. Midi? Yo'q. Ha, Agar savollarimga to'g'ri javob bersangiz, sovg'ani qo'lga kiritasiz. handakmidi, andakmidi? Yo'q, nima o'ylab ko'ring. Handaq. Barakalla, ofarin. Sheriklarim yordam berdi. Stolbachi? Simyog'och. Ofarin. Meni bering kitobni. Siz Bolajon telekanalini bilasizmi? Ko'rsatuvdan sovg'a etib oldingiz, tabriklayman. Qanday yaxshi. Ertaklarni birinchi o'rinda yaxshi ko'raman. Hamda bolalarim ham yaxshi ko'rishadi. Endi kechki payt maza qilib bolajonlarga mana bu kitobdagi hamma ertaklarni birma-bir o'qib beraman. Qalay? Orif aka, Ha? siz o'zi Bolajon telekanalini bilasizmi? Ko'rsatuvni tomosha qilasizmi? Albatta o'z bolajonda ishlayman-ku men ham. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz o'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Albatta. Zontik o'zbek tilida nima? Yulduzchi? Yo'q, zontik nima? Ha, zontik. Bu soyabon. Ofarin. Dokumentchi? Hujjat? Barakalla. Prichoskachi? Turmak. Ofarin. Kopировать-chi? Nusxa olish. Barakalla. Akopchi? Не знаю. Voy. O'zi zo'r ketaturadi-ku. Mayli. Stolbachi? Ustun. Yo'q. Hatang siz 6 savolimdan 4tasiga to'g'ri javob berdingiz. Rahmat. Afsus, sovg'ani qo'lga kiritmadingiz. Mayli, keyingi safar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Albatta, o'zbekman. Zotik o'zbek tilida nima? Zontik, soyabon, Ofarin. Prichoskachi? soch, turmak. Ofarin. Kopировать-chi? Nima? Kopировать. Kopировать. Ha, nusxa olish. Barakalla. Sizga emas, dugonangizga. Dokumentchi? Hujjat. Ofarin. Akopchi? Akop. Ha. Yo, bu so'zni birinchi marta eshityapman. Stolbachi? Salba. Dugonangizdan yordam so'rang. Simyog'och, ha. Simyog'och. Ofarin. Akop nima? Akop topmadingiz. Oley. Men ruschani to'g'risi tushunmayman. Hatang. Siz 6 savoldan 5tasiga to'g'ri javob berdingiz. Sovg'ani afsus qo'lga kiritmadingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz o'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Yaxshi bilaman. Zontik o'zbek tilida nima? Soyabon. Barakalla. Prichoskachi? Soch turmagi. Ofarin. Dokumentchi? Hujjat. Ofarin. Akopchi? Handaq. Barakalla. Stolbachi? Simyog'och. Barakalla. Kopировать-chi? Nusxalash. Ofarin, siz Bolajon telekanalidan sovg'a etib oldingiz. Tabriklayman. Ushbu savollarning javobini bizni Bolajon TV rasmiy Telegram kanalimizga ham yuborishingiz mumkin. Shaxsan
o'zim javob beraman. Kattalardan savollarimizga javob topdik. Ana endi tengdoshlarimizga shu savol bilan yuzlanamiz. Qani, ko'raylikchi, kim savollarimizga to'g'ri javob beradi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Albatta. Zontik o'zbek tilida nima? Soyabon, Ofarin, prichoskacha. prichoska, soch turmagi, Barakalla, kopirvitcha. Dokumentcha. dokument, Okopcha. Stolbacha. stolba, Hattang, siz 6 ta savolimdan ikkitasiga to'g'ri javob berdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Ha. Zontik o'zbek tilida nima? Soyabon. Ofarin, prichoskacha. Bilmaydi prichoska. Stolbacha. Stolba. Nima stolba? Dokumentcha. Hujjat. Barakalla, kopirvitcha. Nima? Kopировать. Okopcha. Okop. Hattang, siz Bolajon telekanalidan so'g'ib olmadingiz. Assalomu alaykum. assalomu alaykum. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Ha, Zontik o'zbek tilida nima? soyabon, Ofarin, prichoskacha. bilmadim. Dokumentcha. Hujjat, Ofarin, kopirvitcha. Adasi yordam berib boring. bilmadim. Okopcha. Hamda, Stolbacha. Stolba. Hattang, siz Bolajon telekanalidan so'g'ib olmadingiz. Assalomu alaykum. alaykum assalom. Ismingiz nima? Madina Bonu. Madina Bonop. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Zontik o'zbek tilida nima? Soyabon, Ofarin, prichoskacha. prichoska, soch turmagi, Barakalla, dokumentcha. pasport, Yo'q. hujjat, Barakalla, kopirvitcha. kopirovat, Kopirovat. bilmayman. Okopcha. Stolbacha. Stolba, Hattang, siz 6 ta savolimdan 3 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Asli sog'alik olmadingiz. Assalomu alaykum. assalomu alaykum. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Ha, Zontik o'zbek tilida nima? soyabon, Barakalla, dokumentcha. Prichoskacha. prichoska, soch, Okopcha. Kopirvitcha. Stolbacha. stolba, O'zbek tilini umuman bilmas ekansiz-ku. Agar siz Bolajon telekanalini bilasizmi, ko'rsatuv tomosha qilsangiz, hammasini bilib olasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Uncha emas. Voy. Zontik o'zbek tilida nima? Bilmadim. Endi bilib olasiz. Prichoskacha. Uni ham bilmadim. Voy, dokumentcha. Hujjat. Yo'q, okopcha. Bilmayman. Ismingiz nima? Aziza. Aziza opa, o'zbek tilini umuman bilmas ekansiz-ku. Agar siz Bolajon telekanalini bilasizmi, ko'rsatuvni tomosha qilsangiz, hammasini bilib olasiz. Do'stlarim, tarozini pallasi kattalarga bosildi. Soat 2:00. Do'stlarim, ta'til paytida ko'proq kitob o'qiymiz va albatta o'zbek tilidagi so'zlarni o'rganamiz. Men Rayona. Mana bu qo'limdagi buyumning nomi nima? Bilasizmi? Bilaman. Nima? O'qilov jova deyiladi. Barakalla, ofarin. Jo'vakmidi, nima? Ayollar biladi, men qayerdan bilaman, unaqa. Toping, topasiz baribir. Jo'vamidi? Ofarin. Ha. Ishtirokingiz uchun rahmat. Uyamangami? Uyamangami? Yo'q. Ha, u sizgami? Jova. Ofarin. Xamir yoygich. Yo'q, nomi nima? Sovsa qilasizmi? Yo'q. Jova. Ofarin. juvon, Ofarin. Juva. yo'q, Hattang. O'qlov. Yo'q, o'qluv kattasi kichkinasi. O'zbekchasiga bilmayman. Hattang, ishtirokingiz uchun rahmat.
Juva uy ro'zg'or buyumlaridan biri bo'lib, undan xamirli taomlarni tayyorlashda foydalaniladi. Jumladan somsa, manti, qatlama kabi taomlarning xamiri yupqa qilib yoyiladi. Shunda taom mazali chiqadi. Juvaning xamir yoyadigan turi odatda yog'ochdan tayyorlanadi va unga xalq tilida yoyg'ich yoki xamir yoyadigan juva deb ham aytiladi. Juva odatda turli hajmdagi, yumaloq shaklli yog'och tayoqcha ko'rinishida bo'ladi. Juva ishlatilganidan so'ng toza suv bilan yuviladi. Quruq joyda saqlanish kerak, chunki yog'och nam bo'lsa, u issiqda sinib qolishi mumkin. Do'stlarim, siz ham o'zbek tilidagi kitoblarni ko'proq o'qing va albatta Balajon telekanalini bilasizmi ko'rsatuvini tomosha qiling. Balki navbatdagi g'olib siz bo'lishingiz mumkin. Hozircha esa xayr.